Yasagan panoyimni ikkinchi qismini boshlayman. Birinchi qismi profilda. Qog'oz yopishtirishni buzib qo'yganimdan keyin yaxshilab yig'lab olib, $50,000 borligi esimga tushib qoldi. Hamma narsani pul bilan hal qilsa bo'ladi deb, ko'nglimni xotirjam qildim. Xitoydan zakaz qilgan yozuvimni ham yopishtirib oldim. Xitoylik o'zbek tilini bilmagani uchun harflarni chalkashtirib berib yuborgan ekan. Shu sabab ko'proq vaqt oldi. Endi meni svet o'rnatish kutib turgan edi. Ramka yaxlit bo'lgani uchun svetni rozetkaga ulash uchun teshigi bo'lishi kerak edi. Iman yonimizdagi novostroykaga chiqib yordam so'rashdan boshqa yo'l ko'rmadim. Teshib bera olmaysizlarmi? Drelmi, bir narsalar yo'qmi? Qanaqa teshish kerak? 1 santimetrda bundoq. Baxtimga yo'dimasdan yordam beradigan bo'lishdi. Atrofda tomosha qilib ularni kutib turdim. O'sha yerda turganimda metr topib oldim. Shu yerdagi ishchilarniki bo'lsa kerak. O'xshadimi? Sizga metr topib qo'ydim, qarang, tushirib qo'yibsizlar. Bo'ladimi? Faqat teshik sal boshqa yoqdan teshilganga o'xshadi va uyga chiqsam agar to'g'ri kelmasa yana qaytib teshib berasizlarmi desam xo'p deyishdi. Va to'g'ri kelmagani uchun men yana tushishga majbur bo'ldim. To'sib qo'yar ekan. Aslida eni kichkina. Endi ko'nglim xotirjam bo'lib bitiraman deb turgan edim. Pullarimni ham yig'ib tayyorlab qo'ydim. Shuni ketidan kunni kech qilganim bilan bugun bitirib, nihoyat uxlayman deb o'yladim. Charchog'imni yozish uchun sahrning vaqti tayyorlab ham yedim. Lekin meni boshqa muammo kutib turgan ekan. U haqida keyingi qismda.